Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Amudaryoning videosini so'radinglar. Suv tugadi deganlar uchun videoni girgandan, ko'rgandan like'lar bilan qo'llab-quvvatlabanglar. Amudaryoda suv ko'paysin deganlar bir like bosinglar, shuni ko'rsinlar. Suv tugadi deganlar ko'rsinlar shu videoni. Ina suv to'lib toshib turibdi. Xudo xohlasa undan ham ko'paygi. Yaxshi niyatdamiz, ko'payaversin yana. Biron tarafı. Amudaryo hozirgi toza videomiz oxirgi videolar do'stlar. Kessasini ham yozib qo'yaman. Vallahi mo'yib ketibdi o'zini, oqib turibdi suvli. Loyli suv. Amudaryoda suv tugadi deganlar ko'rsin bu videoni. Yana banda mo'yib kelyapti, vallahi dam olyapti maishatda. Amudaryo videosini ko'p so'raysizlar. Like bilan qo'llab-quvvatlab beramiz. Bitta like. Xohlasangiz yana kemaladi. Dam olsa chiqsanglar bo'ladi yana gapdir. Xonqa ko'pirdamiz bo'lsa, dam tarafimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, bu tarafini o'tsak Xorazm viloyati Xonqa tumanini o'tamiz. Shuni ko'pir bu. Yana Amudaryo. Ko'p ahvolda so'rading Amudaryoning videosini. Suvimiz to'xtamasin, suv hech qachon. Niyatdamiz. Ko'p odam kerak kelib ko'rmagan, kelib bilmaydi. Bunlar uchun bir video. Like bilan qo'llab-quvvatlab berasizlar. Amudaryo videosini so'radim. Ama baslinden bahar eser ceyhun şemalları. Ömür kısa menzil uzak, yıllar bizden yeter kıskan menzil uzak, yıllar bizden yeter irak. Mengü koşuk kebi gülüp yeser ceyhun şemalları. Mengü koşuk kebi gülüp yeser ceyhun şemalları. El mehri sönmez yüzünde,